Salam qadirlik savodashlar, bugün biz 45-46 dersini sözleyimiz. 45-46 derste asas sözleydiğimiz bolsa, kendining işiltilishi o'rni, anandekin bir necha turmushda işiltildigan intayin muhim ifodalash usullari. Dersde ilta 1. 45-46 dersning sözlükleri. Avval birinchi so'zning birinchi tovushi qarab baqaylik. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? K ekan. İkinci tovush nima ekan? A ekan. Eg'iz ustidan ostiga ochiladigan, yo'g'on ochiladigan A ekan. K ekan, aqsi shuning bilan kan, kan. Lekin keyinni qarasanglar, yana bir xil o'qilishni yozib qo'yapti. Ya'ni k dan chiqibdi, k ni qo'shsak kin. Kin. Endi buni qanday vaqtida ishlatamiz degan chog'da, ya'ni ingliz tilida bo'lishliq jumlalarda ikkinchisini ishlatamiz, bo'lishsiz jumlalarda oldidagi canni ishlatamiz. Men buni tafsili so'zlagan. Shuni qarasanglar bo'ldi. Can degan gap, ya'ni kin degan gap qilolash, etalash, ya'ni imkoniyatni bildiradi. İkinci sözün birinci tovushi nima ekan? B ekan. B'ga o'ni qo'shsak boss, ni qo'shsak boss. Ya'ni boss degan gap, ya'ni o emas, a emas ikkisining o'rtasida boss. Boss degan xo'jayin degan gap, xo'jayin. Endi bu so'zning o'qilishiga qarab boqaylik. Bu so'z uyg'ur tilidagi minut bilan o'xshash, lekin buniki azroq farqi bor uyg'ur tilida o'qilishda. Bu so'zning birinchi tovushi nima ekan? M'ga ni qo'shsak me. Aniki nima ekan? N'ga ni qo'shsak net, ni qo'shsak net. Minute. Minute degan gap minut degan gap. Minut degan gap. Yoki minute deb qo'ydi, lekin asosan minute deb hech kim talaffuz qilmaydi, Ya'ni minute. Uyg'ur tilida minut deymiz-ku, ingliz tilida ekan minute. Minute degan minut degan gap. Agar ma so'zni biz o'rganib bo'lgan, ya'ni birinchi tovush nima ekan? A ekan. A'ga ni qo'shsak ask, ni qo'shsak ask, ask. Ask degan so'rash degan gap, so'rash. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ekan, ya'ni bir havo ekan. Bu xini chiqarmaymiz degan tuqu, ya'ni bir havolam chiqadi. Ekan, qa a ni qo'shsak ha, ni qo'shsak han, ni qo'shsak hand. Hand. Akin imkan urkan. Urga ayni qo'shsak rai. Anakin imkan tkan. Tqa en qo'shsak te. Ni qo'shsak teng. Hand writing. Handwriting. En bunun urg'usi 5 degan, shunlashqa 5 kuchlik aqsini ajiz olamiz, shunlashqa handwriting. Handwriting. Handwriting degan qo'l yozma. Handni o'rganib bo'lgan qo'l, writing degan yozish degan gap. Handwriting birlashib kelsa qo'l yozma degan gap. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? Tga. Tqani qo'shsak ta, ankin ekan rga, rg'ni qo'shsak r. Ankin ekan bga. Bni keyingisi ekan ulga. Anga qisqasi olda o'qiymiz dedik-ku. Dasib bni qo'shsak ball. Terrible. Terrible. Terrible degan gap, ya'ni qo'rqinchli degan gap, qo'rqinchli. Terrible. Bu yerga ani so'zmaymiz, Terrible. Terrible. Terrible degan gap qo'rqinchli. Ammo so'zning birinchi tovushi ekan ulga, ulg'ani qo'shsak left, ni qo'shsak left, ni qo'shsak left. Left. Left degan yerda turgan, ya'ni past turgan bir narsani ko'tarib elishni left deymiz, left. Andan keyin biz odat ishlatadigan liftni left deymiz. Ya'ni lift deymiz-ku, ya'ni egiz binolarga chiqib tushadigan liftni, shuni nima deymiz? Left. Andan keyin tovush nima ekan? K. K'ni qo'shsak K, anga qisgan bir K ekan, cake. Cake degan tort degan gap, tort. Cake, tort. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? B ekan. B'ni qo'shsak B. S'ni qo'shsak bes, bes. Ankin ekan K, K'ni qo'shsak K, T'ni qo'shsak ket, biscuit. Biscuit degan gap, ya'ni pechina, pranik degan gap. Biscuit, pechina, pranik. Bütün so'zning o'qilishi: can, qilalash, etalash, boss, xo'jayin, minute, minut, ask, so'rash, handwriting, qo'l yozma, terrible, qo'rqinchli, lift, ko'tarish, qo'lga ilish, lift, cake, tort, biscuit, pecheni pranik, can, kin, boss, minute, ask, handwriting, terrible, lift, cake, biscuit,
Tekstning qisqacha tarjimasi, Can you come here a minute please? Can you come here a minute please, Bob? Yani bu yerga bir qancha kelib ketsangiz bo'pti ekan deb qo'yamiz Uyg'ur tilida. Shu ma'noni ingliz tilida buncha ifodalaymiz. Yani bu yerga 1 minut degan tarjima qilib yurmaysizlar. Can you come here a minute please? Can you come here a minute please? Qancha bir kelib keting, yana bir kelib keting degan gap. Yani ko'z oldimizga yoki raq bo'lmagan bir yerga odamni can you come here a minute desek, can you come here a minute please desek, yana qancha bir kelib keting degan ma'nosi chiqadi. Yes sir qaranglar, sir deb elayotma. Yani anime gap deymiz Uyg'ur tilida. Ham bu yerda faqat ahang bilan chiqarib aytgan. Yes sir. Where's Pamela? Buni sizlar bek bilasizlar, where's Pamela degan gap, Pamela nada? Yani Pamela is in her office. Is Pamela in her office? Where's Pamela? Buni grammatikalik nuqtasida en so'zlaymiz. Pamela nada deydi. She's next door. U yandagi uyda. Yandagi ishxonada, bu ishxona bo'lgandan keyin nima bo'ldi ekan? Yandagi ishxona deb tarjima qilamiz. Garchi bu yerda office degan gap bo'lmasmi? Next door degan gap, ya'ni tam qo'shna degan gap. She's next door. Ya'ni u yandagi uyda, ya'niki bu ishxona bo'lg'achqa yandagi ishxonada. Agar she's next door deb bir oyliklar binosida she's next door desak, vaqtda yandagi uyda bo'ladi. She's in her office, sir. U bo'lsa o'zining ishxonasida apandim deydi. Can she type this letter for me? Yani u bu xatni menga besib bera olamdi dedi. Ask her please. Undan so'rab beqing. Yes sir. Ma'qul apandim dedi. Andan keyin bu Bob nagwadi Pamelaning qayshga kirdi. Can you type this letter for the boss please, Pamela? Yani bu xatni boshliq uchun xo'jayinga besib bera olamsiz, Pamela dedi. Yes, of course I can. Of course degan bu yerda of course degan gap albatta degan. Albatta men besib bera olaman dedi. Here you are. Men elini tuting degan ma'nosi bor. Thank you Bob. Rahmat Bob dedi. Anaki Bob manga tamshilganda buni chaqirib atdi. Bob. Bob dedi. Bob turgan demakchi, Bob. Yes, what's the matter? Nima bo'ldi? Nima ish bo'ldi dedi. Bu yerda yes degan chaqda diqqat qilinglar, ahang bilan chiqarsizlar. Yes, nima? Yes, what's the matter? Nima bo'ldi dedi. I can't type this letter. Yani can't degan chaq tinam sanglim bo'ldi degan tiqo, o'tgan sayt so'zlab bo'lgan. I can't type this letter. I can haq ya anglaydi ya anglamaydi. Tina aqsdiga I can type this letter. Lekin ko'tarangi olsizlar. I can type this letter. Men bu xatni basamaydi ekanman deydi. Urib bermayman kompyuterda demakchi. I can't read it. Men buni o'qiyolmadim. İmkoniyatni bildiryapti-ku. Kenning ishlatilishini biz o'tgan sayt so'zlab bo'lgan, The boss's handwriting is terrible. Boshliqning qo'l yozmasi yomon qo'rqinchli. Qo'rqinchli degan bu yer qo'rqinchli emas, balki satgan demakchi, Ham bu yer bossning aqsiga, boss odam bildirgachga bir pash qo'yib, asni qo'ysaq nima bo'ldi? Shu odamning degan ma'noni bildirdi. Bosses degan gap bu yerda xo'jayinning degan gap. Agar men bu xatni bossa olayman desam-chi, aniqo tini tazi xaxolamaydi dedi. Unda bo'lsa bossa olayman desak, I can deb oldik. I can type this letter deydi. Agar bosamayman bo'lsa, I can type this letter. Yani demakchi bu ingliz tilida odatda ko'pincha ahvollarda mushundaq talaffuz qilinadi. Yani bo'lishliq shakli I can. Bo'lishsiz shakli I can. T ya chiqdi ya chiqmaydi. Yani haq anglamaydi demakchi. Agar men qilolmayman desak, nima deyamiz? I can't. Qilaolamayman desakchi, I can type this letter. I can't type this letter. Yani bu ikkisining ashinchlikli farqi bor. Yani ingliz tilida ezib ketmanglar. Shuning bilan grammatikalik nuqtaga qarab boqaylik. Endi tekstdagi grammatikalik nuqtaga qarab boqaylik. Can you come here a minute, please, Bob?
can you come here a minute? Qaranglar o'qigan chaqda here deki talaffuz qilmasam bo'ldi. Come qo'shaplam come here. Come here. Esla here to'g'ri. Here deki ashni tashlaytib come here. Come here. Can you come here a minute please Bob? Yani yenimga bir xapolmay kelib ketgan Bob degan gap. Aslisi nimati you can come here a minute. You can come here a minute. Yani siz bu yerga azroq kelib ketsangiz bo'ldi degan gapda shunaqa can oldiga chiqarib olsak nimga aylanadi? Savolga aylanadi. Can you come here a minute please Bob? Yani bu yerga qachit kelib ketgan Bob degan gap. Endi ikkinchi nuqta qarasak, she's next door. Next door degan gap bu yerda tam qo'shni. Endi agar bir oilalik bo'lsa, next door desak tam qo'shnimiz bo'ldi. Yandi ko'y bo'ladi. Endi bu ishxona binosi, ya'ni ishxona bo'lg'achqa she's next door degan gap, ya'ni u bo'lsa, yandi ishxonada degan gap. Ishxona binosi bo'lg'achqa. She's in her office, sir. She's in her office, sir. U bo'lsa o'zining ishxonasida. Efendim bunu bilsizlar. She is u bo'lsa in her office. Yani u ishxonasida, sir, efendim deydi. Shunga bu yer next door ni ishlatgan chaqda tam qo'shni deb bilib olsanglar bo'ldi. Endi keyingi grammatika. Can she type this letter for me? Can she type this letter for me? Ask her please. Endi bu yerga qarasanglar, ya'ni o'xshash, ya'ni kunni oldiga chiqarib olsak, savolga aylangan asli she can type this letter for me. U menga bu xatni besib bera oladi. Shunaqa. As kunni oldiga chiqargan bo'lgan, can she type this letter for me? Yani o menga bu xatni besib bera olamdi. Ask her please. And ask her deki, yani ashni diqqat qilinglar davomli. Her yoki his yoki he deki h lani agar jumla o'tirsa kelib qolsa tashlab olsanglar bo'ladi. Tashlab oldidagi gaplar qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Shunga ask her, ask her, ask her, ask her, ask her please. Ask her please. Ask her please. Uningdan so'rab beqing deydi. I can Bob gapnimda can you type this letter for the boss please? For the boss. Boshliq uchun, xo'jayin uchun degan gap qo'y. Buning nimasi yo'q. Kelish manbasi yana usti degandak. Ya'ni can you type this letter for the boss please? Pamela. Please deganni men burunmi degandim. Takalluf so'zi, ya'ni xapolmay degan ma'nosi chiqadi. Xapolmay buni boshqa bas biralasizmi degan ma'nosi chiqadi, ha? Bu kelish manbasi ekan. She can type this letter for me. U menga bu xatni bas biralaydi. Can she type this letter for me? Ya'ni kunni oldiga chiqarib olsak nima bo'ldi? Savolga aylandi. Can she type this letter for me? U menga bu xatni bas biralamdi. Yes, of course I can. Ha? Yes, of course I can. Of course ga albatta degan gap. Kun qila olayman. Albatta bas biralayman degan gap. Endi keyindagi of course I can type degandagi type ni tashlab o'tgan. Chunki buni bas biralaymiz, qila olayman. Bas biralayman deymiz Uyg'ur tilida qisqartib aytib bo'lmaydi ba'zi vaqtida, lekin ingliz tilida faqat nim bilan so'ralsa shundan javob bersam bo'ldi. Can she type this letter? Yoki can you type this letter for me desa, yes I can desanglar bo'ladi. Yes I can. Endi ma grammatika qarab qol. Yes, what's the matter? Yes, qaranglar. Bu yerda olgan chaqda faqat ahang bilan yes, nima bo'ldi? Nima? Yes. Birisi masalan excuse me this yes, birinchi darsda degan tiqo. Excuse me this yes. Aytib turing desa, xapmay bir gap aytsa, deymiz qo'y, savol shaklida, What's the matter? Nima bo'ldi degan gap. Matter degan ish masala degan gap to'g'ri. It's the matter. Bu bo'lsa ish. Isni oldiga chiqarsak savolga aylanadi. Is it the matter? Bu ishmi? What's the matter? Bu nima ish? Ya'ni nim bo'ldi degan gap. Buni aytib ko'p ishlatamiz. Boshqalar degan what's the matter? Nim bo'ldi? Nima shopdi? Nim masala ekan degan hammaga shuni ishlatsangiz bo'ldi. What's the matter? Masalan, birasizligi dedi, siz bunaqa qilsangiz bo'lmaydi, turing desa what's the matter? Nima bo'ldi deymiz-ku, shunda vaqtida shuni ishlatsak bo'ldi. What's the matter? Andan keyin I can't read it. I can't read it. Qarang, I can't get T9 tuven chiqdi. I can't
read it deb jumsalim bo'ldi. I can't read it. Chunki biz degan to'q agar I can bo'lib qolib qolsa buni ingliz tilida I can read it. Men buni o'qiy olayman. Hamda agar o'qiy olmayman bo'lsa I can't deganni haq anglaydi yo anglamaydi. I can't read it. The boss's handwriting is terrible. The boss degan odamni bildiradigan ismdi. Uning keyingi pash qo'yib asli qo'ysak shu odamning bo'ldi. The boss's ya'ni xo'jayinning handwriting degan gap ya'ni qo'l yozmasi is terrible. Nəhayət qorxunçlu ekanligiga bakshatgan degan ma'nosi chiqadi bu yerda. Shundan bu tekstda bakchiq grammatikalik nuqtalar yo'q ekan. Undan so'ng tekstning tarjimasi qarab boqaylik. 45-dars tekstining qisqacha tarjimasi. Can you come here a minute please Bob? Yani bu yerga azroq ketaolamiz, bir minut kelaolamiz degan gapni biz grammatikalik nuqta dedik. Qapmay bu yerga bir kelib keting degan gap. Qapmay bu yerga bir kelib keting degan ma'nosi chiqdi. Bob bu yerga bir kelib keting dedi. Yes sir. Nim bo'ldi, nim ish bo'ldi dedi. Yes sir. Where is Pamela? Where is? Biroqla qo'ysa where is deb jumsalim bo'ldi. Where is Pamela? Pamela nada dedi. Buning kelish manbasini tapadik. She's next door. U yandagi ishxonada. She's in her office, sir. She's in her office, sir. And bu yerga her deki ne talaffuz qilmasalim bo'ldi dedik. She's in her office, sir. Ya'ni u yandagi ishxonada, o'zining ishxonasida. Ya'ni u yandagi ishxonada. Ya'ni u ishxonasida dedi. Can she type this letter for me? Ask her please. Can she type this letter for me? Ask her please. Yani bu xatni menga besib beralam degan, so'rab beqing deydi. So'rab beqing deydi. Yes sir. Ma'qul apandim. Endi master odatdagi yes sir. Yani yes sir. Ma'qul apandim degan gap. Endi boshdagi sir-chu yes sir. Sir desek nima? Apandim, ha? degan gap. Endi bu yerdagi ma'no qilib desa ma'qul apandim degan chaqda odatdagidek chiqdi. Yes sir. Ma'qul apandim deydi. Can you type this letter for the boss please, Pamela? Can you type this letter for the boss please, Pamela? Pamela bu xatni boshliq uchun besib beralamsiz deydi. Pamela bu xatni boshliq uchun besib beralamsiz deydi. Buning kelish manbasini tapadik. Ya'ni you can type this letter for the boss. Yani siz bunu besib beralaysiz. Kanalda chiqarsak solga aylanadi. Can you type this letter for the boss please? Yani boshliqqa besib beralamsiz. Yes, of course I can. Yes, of course I can. Yani albatta men besib beralayman deydi. Here you are. Buni bildik. Yani men eling tuting degan gapda. Yani Bob qo'ldagi qog'ozni qizbolaga berdi. Thank you Bob. Rahmat Bob deydi. Bob qo'liga ilib qarab baqib Bob Hey Bob, tutturma demakchi. Yes, what's the matter? Nim bo'ldi dedi. I can't type this letter. I can't type this letter. Men bu xatni basamaydi ekanman dedi. I can't read it. Men buni o'qiyolmadim. The boss's handwriting is terrible. Yani xo'jayinning qo'l yozmasi xati intayin satgan. Yani ko'pincha avvalda cho'ng so'diganlar kichikdan so'digachilik qilgan bo'ldi emasmi? Sho'nglashqonlarning xati unda chiroyli chiqmaydi, ham aldirash o'g'achqan tiz yezibdi-da. Sho'nglar tekstning tarjimasi mushada oxirlashdi. 45-dars tekstining o'qilishi. Ham tekstning o'qilishida men burundan deb kelayotgan, yani asti bir o'qirma, normal bir o'qirma, tiz bir o'qirma, sizlar mashq qanchada shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. Can you come here a minute, please, Bob? Yes, sir. Where is Pamela? She's next door. She's in her office, sir. Can she type this letter for me? Ask her, please. Yes, sir. Can you type this letter for the boss, please, Pamela? Yes, of course I can. Here you are. Thank you, Bob. Bob, yes. What's the matter? I can't type this letter. I can't read it. The boss's handwriting is terrible. Tekstning normal ham tiz o'qilishi. Can you come here a minute, please, Bob? Yes, sir. Where's Pamela? She's next door. She's in her office, sir. Can she type this letter for me? Ask her, please. Yes, sir. Can you type this letter for the boss, please, Pamela? Yes, of course I can. Here you are. Thank you, Bob. Bob,
Yes, what's the matter? I can't type this letter. I can't read it. The boss's handwriting is terrible. And the text is o'qilishi. Can you come here a minute, please, Bob? Yes, sir. Where's Pamela? She's next door. She's in her office, sir. Can she type this letter for me? Ask her, please. Yes, sir. Can you type this letter for the boss, please, Pamela? Yes, of course I can. Here you are. Thank you, Bob. Bob? Yes, what's the matter? I can't type this letter. I can't read it. The boss's handwriting is terrible. Endi 46 darsning teksti qarab baqaylik. 46 darsning tekstida asosan 45 darsga kinning ishlatilish o'rni ham o'qish usuli, ham savol yasash, ham javob berish usuli ekan. Asosan kin bilan can't ikkisiniki biriktirma mashq ekan. Bu mashqda asosan odatda biz kin deganni qo'shimcha, ya'ni qo'shimcha ravish sifatidagi qo'shimcha fe'lda bu savol yasashga ishlatiladi. Ya'ni haqiqiy fe'l bilan kelgan chaqda you can deb keyiniga bir haqiqiy fe'lni qo'ysak, siz mana qila olasiz, eta olasiz degan gap bo'ladi. Endi bu kinni oldiga chiqarib bersak, nima bo'ldi? Savolga aylandi. Shuni mashq qildik. Masalan, can you read? O'qiy olamsiz? Can you make? Yasay olamsiz? Can you see? Ko'ra olamsiz? Can you put on? Masalan, kiy olamsiz deganga o'xshash mashq ekan. Men qisqalam bir o'qib beraman, shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. Birinchi rasmda nima deb so'rabdi ekan? Can you put on? Can you put on? Ya'ni siz kiy olamsiz debdi ekan. Men bunda javob beribdi. I can put my hat on. Yani ben degan chaq degandim, ya'ni shu so'z birikmalarini ajratib olsanglar bo'ldi. Bo'libmi on, at, in degandek mushlavlardan kelgan so'z birikmalarini ajratib yetib, o'tirsiga ismni qo'ysanglar bo'ldi degandim. You can put my hat on. I can put my hat on. I can put my hat on. Men shapkamni kiya olmayman. Lekin but I can put my coat on. Lekin paltoyimni kiymayman dedi. İkinci resimde I can see that airplane. Men u aeroplanni ko'ra olmayman, but I can't see the bird. Lekin men qanaqlamayman, u qushni ko'ramayman. Üçüncüsü I can paint this bookcase. Men bu shkafni sirlay olmayman, lekin but I can't paint this room. Lekin bu uyni sirlay olmayman. Dördüncü resim nima ekan? I can lift this chair. Men bu o'rindiqni yetkiy olmayman, ko'tara olmayman yoki but I can't lift this table. Lekin bu stolni men ko'tara olmayman. I can beshinchi rasmda I can read this book. Men bu kitobni o'qiy olmayman. But I can't read that nima deydi magazine. Lekin u jurnalni o'qiy olmayman. Altıncı resim neydi? I can jump off this box. Men bu nimden shkafning ustidan yoki bo'lmasa qutining ustidan yoki eshikning ustidan sakray olmayman. But I can jump off that walls. Lekin men u tomdan sakray olmayman. Jump off degan gap yuqori yerdan tuvanga sakrash degan gapdi. Shunaqa. 7-chi rasmda I can make cakes. Men tort yasay olmayman. But I can't make biscuits. Lekin men pechin pryanik pishira olmayman. Uyg'ur tilida tort yasash yoki tort pishirish yoki pechin pryanik pishirish deymiz. Shunaqa uyg'ur tilida o'xshamagan fe'llarni ishlatganmiz, ingliz tilida o'xshash. Make cake degan gap tort yasash yoki tort pishirish. Make biscuits degan gap pechin pryanik pishirish deymiz. Shunaqa buni yasash degan olmaydi-ku. Eng oxirgi rasm nima ekan? I can put this vase on this table. Men bu testakni nima qo'ya olaman deydi, bu stolning ustiga qo'ya olaman. But I can't put it on that shelf. Lekin men u shkafning ustiga qo'ya olmayman. Endi o'qigan chaqda I can qila olaman, I can. Nay tuvan chiqdi, anglaydi yoki anglamaydi. I can, I can't. I can't. Ani so'zab ko'tarang olasizlar. Endi 46-dars tekstining o'qilishi. I can put my hat on, but I can't put my coat on. I can see that airplane, but I can't see a bird. I can paint this bookcase, but I can't paint this room. I can lift this chair, but I can't lift this table. I can read this book, but I can't read this magazine. I can jump off this box, but I can't jump off that wall. I can make cakes, but I can make biscuits.
I can put this vase on the chair, but I can't put this vase on that shelf. Şunun bilan bizning 45-46 darsimiz müşahada oxirlashdi. 45-46 dars asosida o'rganganimiz nima bo'ldi? Kin bilan kantning ishlatilishi hamda buningki talaffuz qilinishi bo'ldi. Bu intayin muhim, nihoyat ko'p ishlatamiz. Shunlashqa savodashlar intayin yaxshi ko'ringlar. Undan boshqa ifodalash usullarini intayin yaxshi ko'ringlar. Bu turmushda intayin jiq ishlatilgan ba'zi ifodalash usullarini o'z ichiga olgan ikki dars. Şunun bilan bizningki 45-46 darsimiz müşahada oxirlashdi. Biz mashq darsimizda, ya'ni ko'plab mashq ishlaymiz. Xayr, xushvaqt bo'linglar.